Assalomu alaykum, hurmatli chorva ishqibozlari, Lutfullo Moli kanaliga xush kelibsiz. Eslatib o'tamiz, podpiska va like bosish esdan chiqmasin. Sizlar uchun bugun bombasini qilamiz, narx-navosini. Xo'p, ena bolasi xunajin 14-15 kunlik, 3-bolasi mahsuloti 4-5 litr. 2-3 litr sog'ilib, qolgani bolasiga berilyapti aka deb dehqon akamiz bizga berdilar. Xo'p, akalar narxi bilan qiziqinglar, narxi bilan. Bo'yini aytib o'tamiz. Bo'yi xo'p 1.10, uzunligiga bo'yi 1.10, uzunligi 1.60. Bolasi xunajin 3-tug'ish. Tishlarini ham ko'rsatamiz videoning davomida. Kuzatib boring. Mahsuloti 4-5 litrgacha sog'amiz aka, yaxshi qarasak. Ena bolasiga emizdirib 2-3 litr sog'ib olamiz deyishyapti. Xo'p, bir haftada bir marta 110 ming, 150 ming so'mga qayshi olib, xo'p, chaqaloq boqayotganlarga juda ham puli kelishilgan narxlarda. Sizlar uchun akalar, mana ona bolamiz tishi 8 ta qilich. Xo'p, narxiga kelsak, narxi qiziqyapsizlarmi? Sizlar uchun 7,5 million so'm. Ozmoz kami bor, o'tib beramiz. Dehqon akamizdan sizlar uchun. Mahsulot sog'inlari juda ham yaxshi, yomon emas. Sog'inlar joyida, dehqon akamiz sog'ilib qo'yibdilar. Ko'pincha videoga sog'masdan qo'yasizlar deb negativlar gapirishadi. Mana sog'ib qo'ydik. Mana mahsulotlar sog'inlari juda ham yaxshi. Xo'p, mana sizlar uchun yana bolamiz 7,5 million so'm ozmoz kami bor. Yana bir eslatib o'tamiz, manzilimiz Namangan viloyati Chust tumanida, 97 kodi bilan 033 03 16 raqamlariga telefon qilishlaring mumkin. Bolasi xunajin, ena bola 7,5 million so'mga. Akalar, o'z qisir ham yaxshi, sigir sog'di, qisir ham 8 million so'm bo'lyapti-ku. Sizlarga ena bolamizni tavsiya qilamiz. Tishni ochib ko'rsatamiz. Akalar, mana tishi 8 ta qilich. Yangi chiqarib 8-chisini o'zi ham bor mana. Xo'p, negativchi akalar kelib ko'rasizlar, tishi yalagan, bosgan bo'lsa shu mol bekorga. Mani kanalimdan ishonaveringlar. Eslatib o'tamiz, o'yinimizga oz qoldi. 1000 ta podpischigimiz bo'lsa, bitta buzoq o'yini bo'ladi. Xo'p, qanday qilib deysizmi? Podpischigimiz orasida xo'p, 1000 ta bo'lsa 1000 ta bilet bo'ladi. 1000 kishining orasidan bir kishi tanlanadi. Qanaqa qilib tanlanadi? Biletni